O'tgandan keyin Oqtepa lavash to'g'risida do'kon bor. Favorit degan o'sha yoqqa chaqirmoqchi edik sizni. Nima qilmoqchi edingiz? Toshkent. Toshkent postdan o'tgandan keyin Favorit degan do'kon bor. Oqtepa lavash to'g'risida. Qayerda joylashgan u? Toshkent viloyatimi? Zangiotami, Toshkent tumanimi? Shu Toshkent postdan o'tgandan keyin bor. Toshkent tumani. Toshkent tumani favorit nima? Favorit do'konni Oqtepa lavash to'g'risida. Yo, to'g'ri hal qilmoqchi bo'lsak, rozi bo'lishmadi-yu. Favorit do'konigami? Hozir otilib kamerasini deb tashlashdi. Qo'llari bilan teyotgan narsa $200 turadigan narsa. Yo, bizni to'g'ri tushunib, hozir to'g'ri tushunib gapiryapmiz. Allo, bu yerda hozir bizning narsalarimizni ham teyib otib tashlashyapti. Eshityapsizmi? Nosirov Hojiakbar. Hojiakbar o'chsiz. 102 ga. Yo, o'zligi to'g'ri gaplashishimiz kelmadi. Men to'g'ri tushuntirdim. Keling, mashinani gaplashaylik, olib tashlaylik desam, otilib tashlab, "Sen kimsan?" sansirab, urishib. Xo'p, biz to'g'ri gaplashmoqchimiz-ku. Keling, bu kelishdi. To'g'ri gaplashib, mana o'sha ko'rib turibsiz-ku, qilishayotgan ishligini. Ha? Siz muddat o'tgan tovar sotayotganingiz to'g'ri? Sotayotganim yo'q, men ko'rasan odam ko'pida atela qo'ysa Sotib oldingizmi? Sotib oldikmi biz? Hozir hop, kassada bitta odam siz to'g'rimi? Olib tashlab ko'rasan atela odam ko'pida sen qo'ysan shu ishni. Kamjonim. Men odam ko'pmi kammi bilmayman. Men kelgan paytim qo'yaman. Olib tashlab bizni shuni, endi to'g'ri, qarang. Yo, to'g'ri gapirdim, okey deb. Odam ko'pida sharjat ko'tam. Atela tushunchi odam ko'pida qo'ysan. Mana keling, okasan, qizishkin. Hazratda bo'lsa zaldan olib qo'y. Hop, sotmay qachon biz zalda turgan bo'lsa ham siz sotyapsiz. Sotdingizmi? Sen atela tushunish qo'ysan. Hop, qariyalar bor, o'shan bilmasdan sotib olishi mumkinmi yoki yosh bolalar, mana bunaqa bolalar chiqishi mumkin, surokka qarab oladim shu bolalar. Shu nimaga menga qarab bermadingiz? Senga qarab bera olmadim. Men o'zing qaragan bo'lsang kerak deb o'yladim. Men sota olmadim даже. Siz ko'ryapsizmi, kimga sotganingizni ham bilmaysiz. Men qaramadim, deyman men. Yosh bolalarga qarab beraman deb turibsiz-ku. Men unga qarab beraman. O'zi ular biladi qarashni. Keling. Yosh bolalar biladi. На, серьезно. Не верил. Не верил, нет. Не молю. Allo. Eski mol ekan, ko'r. Shuni olib tashlaylik bo'ldi. Toshkent tumaniga o'z xodimlar borishadi. Iloji bo'lsa uchastkovoy kelsinlar, iltimos. Kelinglar, qo'yinglar. Biz uchastkovoy chaqirdik. Siz emasmisiz, Nobolo? Assalomu alaykum. Bu yerda o'zi kelgan xodimlarmi hozirgi yuborganingiz? Yo'q, ular emas. Bular emas, tushunarli. Rahmat. Ular ham olib qolishadi agar o'sha Toshkent tumani xodimlari bo'lsa. Tushunarli. Biz 1-2 qildik, o'shalarni kutamiz hozir. Ha? Kim chiqdi? Hozir 1-2 ga siz qildingiz. 1-2 ga men qildim.